Toshkent shahrida bo'layotgan shamol natijasida avtomobillarni daraxtlar bosib qolish holatlari kuzatilyapti va siz ham ushbu videoni haydovchi tanishlaringizga yuborib qo'ying. Tezkorlik bilan avtomobillarni daraxtlar ostidan olib qo'ysin, sababi Toshkent shahrida juda ham kuchli shamol boshlandi. Mana uni katta daraxt sinibdi mana. Alokuru vashshi ko'rmayapti mana, hech baho ko'rmayapti alokuru tarafda. Mantiligi normalniy katta daraxt sinibdi. Narx ko'rinmay ham qolgan bor o'zi. Shunchalik shamollar.